Leksimizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugünkü ıslahı 2021 yıl 8. ayının 4. günü hürmetlik vatandaşı. Endiki mavzumunda Beijing bilen karşılaşış. Janubi Jungo dengiziga zor kölemde harbiy kuch toplandı. Kone rakipler hem yetip geldi mavzulu haber 8. ayının 3. günü Venvi torbiti ilan kılındı haber. Bundak başlandı. 8. ayının 5'inde Hindistan Devlet Müdafiye Ministerliği Deniz Armiyası alaydı kısımla parxotu ne Janubi Deniz qabatib 2 aylık orlaştırış elip bardı. Aralıkta Amerika, Yaponiya, Avustraliya, Hindistan 4 devlet guruhunun birleşme harbiy manevriga hamda Sharqi Janubi Osiyo devletleri deniz armiyaları bilen aloqa munosabatlarga qatnashdi. Hindiston deniz armiyasi alayda qismlari bir dona raketa saplangan qo'g'lig'uchi parxot. Bir dona raketa saplangan qo'g'lig'uchi parxot. Birisi qo'g'lig'uchi, birisi qo'g'lig'uchi parxot. Bir dana su astı parxotu qarşı qo'g'lig'uchi parxot qatorliq harbiy parxotlar bilan tashkillangan. Davlat mudofaasining bayonotida Hindiston mundaq ko'rsatildi. Hindiston deniz armiyasi alayda qismlarini Janubiy dengizga o'rinlashtirish oraliqida Amerika, Yaponiya, Avustraliya davlatlari deniz armiyalari jumladan Malabar 2025 yıl belgili köp taraflik harbiy manevriga qatnashdi. Hindiston Devlet Müdafiye Ministerliği bayonotida mundaq ko'rsatdi. Ortaq deniz okean menfaati ve deniz okeanda erken qatnash va'dasiga asoslanib deniz armiyasi bundaq o'rinlashtirish Hindiston deniz armiyasi bilan do'stona davlatlar armiyalar o'rtasida moslashish hamkorlashishni kuchaytirdi. Janubiy dengizga yaqin deniz yuzi yaqindan beri qaynab ketdi. O'tgan hafta Angliya podsho deniz armiyasi Elizabet belgilik avtomatik zarbadarlar gruppasi uzak yollarını besip geçirenler yollarını besip Janubiy dengizga kirib keldi. Hem de ittifaqdosh devlet armiyaları bilan birlikte harbiy manevr o'tkazdi. Germaniya, Bavariya belgilik çağrılash parxoti 8. ayının 2. günü William portidan qo'zg'alib Hindi Tinch okeani rayonida vazifa o'tashga yurib ketdi. CNN xabar qilib, Hindiston deniz armiyasining Janubiy dengizga o'rinlashtirilishi va harakati to'g'risida mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden Oqsaroyga kirgandan keyin ittifoqdoshlarning Janubiy dengizga harbiy parxot avatishini va Beijing bilan qarshi oladiganligini bildirdi. Bu yıl 2. ayda 4 devlet yig'ini chaqirilgan edi. Avustraliya, Hindiston, Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatlari. 2. ayda 4 devlet yig'ini chaqirilgan ekran yig'ini. Navbat yil oxiridan buyon 4 devlet boshliqlarining yuqori darajalik yig'ini yana bir qatam chaqiriladi. Bu birda 9. ay dedi, yani birda yil oxirigacha deyildi. Jungoning xirislariga qandaqda qabul turishni muhokama qildi. 2. ayda bir chaqirildi, endi yil oxirida bir chaqirildi. 4 davlat yig'ini deydi. Diqqat vatandosh.